8-chi qism. Boyqi yo'qab bir paydo bo'lgan olvosdi, amdilikda bo'lsa butunlay g'oyib bo'lgan edi. Ular asta olg'a ilgirlab, xaritaning o'rni bo'yicha u yana tezroq tepish uchun tirishib o'tadi. Afsuski, bu qitim ularni ig'ir nas bosgan edi. Chunki xaritaning naq oltin o'rda o'rinlashgan yeriga rang tomchib, o'rdaning yer xaritasini bosib qo'ygan edi. Xaritaga qarab, ochiqlardan bo'g'ilib ketgan Turg'un. Bu zada nima bo'g'ini? Men bu xaritani o'zim yutirib qo'ymaslik uchun maxsus suv o'tmaydigan xaltaga sepsa qilgan tursam, bu rang nereden paydo bo'ladi? Bu zada qanday qishdi? Deganicha atrofdagilarga qaradi. Turg'un shuningga diqqat qildiki, atrofdagi o'zdan boshqa 5 hammasi uningga qo'rqmay tikilib qarab turadi. Ammo o'zi bilan ancha yaqin tunishib ketmaydigan Shuhrat bo'lsa, ko'zlarini Turg'undan elib qechib, qayoqlargadir qarab, g'alita ermash-chirmash xiyollarga berilib ketgan edi. Turg'unning ko'ngli qandaqdir bir xiyolni sezdi bu g'ay. So'zning oxirini ichiga yutib yetib, atrofdagilarga qarab, "Qani do'stlar, beshimizni kelgani ko'rayli. Yo o'lim, yo ko'rim." deganicha yana oldiga qarab qadam oldi. Ularning beshiga chiqib tushgan quyosh nurining abdidan ular qiynalmoqda edi. Botulkadagi suvlarni elib ichishga tamshalganda bo'lsa, Turg'un, "Bu yo'l texi uzun. Hech kimning kashf qilishdan burun suv ichishiga yoki bir narsa yeyishiga ruxsat yo'q. Undaq bo'lmaydi ekan, biz ochliq dastidan bu yo'lda jon bermas. Bundan keyin men nima desam, mening buyruqimga bo'ysun ular. Bizni bir bo'lar ekanmiz. Olvoslar bizni hech nim qilolmaydi. Sizlarga burunli aytib qo'ygan edim. Oltin o'rda kirishdan burun va yoki kirgandan keyin hech qanday oltin javohiratlarga niyatinglarni buzsanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa jinlardan ayrilasizlar." deganicha Shuhratga ko'zining quyrug'ida qarab qo'ydi. Shuhratmi uning bu gaplarni o'zi uchun davatqanligini bilgan bo'lsa kerak, peshonasidan oqqan bir tomchi tarni surtib, salmoq qiyofatda turib o'tadi. Ular boyategi ussizlikdan qiynalgan bo'lsa, amdi qo'saqlar ichib, chanqig'inicha bo'lanmay qiyilib o'tadi. Turg'un bo'lsa, ularni majburiy mangdirib elib ketib o'tadi. Oxir bu qiyinchilikka chidamagan Vali, "Odash, bu suvlarni biz ichmay, endi parlandirib yo'q qilib etmaylik yana. Ondan ko'ra ozroq bo'lsin ichib, chanqagan yerlarimizni besib, ondan shoshmamaylikmi?" deganicha Turg'unning tezroq ma'qullik bildirishini kutib, uningga xuddi ota-onasining pul berishi uchun talmirib qarab turgan kichik boladek shumshiyib qarab turadi. Turg'un bo'lsa, Valining savoliga javob bermasdan ularni qasdan qiynab elib menglatadi. Chunki Turg'unning faqat birla maqsadi bor bo'lib, u xaritani zodi kimning buzib etganligini bilmoqchi edi. Degandek, xaritani buzgan haqiqiy odam bu safarda atrofdagi boshqalardan bakrak bo'lamay qilyotdi. Axir u Turg'un qarab eg'iz ochdi. "Biz bu yerga asirga tushgani kamigan, boylik qizlab turmushimizni texim yaxshi o'tkazish uchun kelgan. Orada kirmasdan burun sen hiletin bunda qilgani tursang, biz hozirmi ochliq va ussizlik dastidan chanqab o'layli dedik. Bizni zodin nima qilsin deysan sen? Bundaq bo'lsa, men bu yo'lda qaytdim." deganicha Turg'unga qarab yo'rpaydi. Uning so'zlarini boydan beri anglab turgan Vali bo'lsa, necha vaqtdan beri chaqchaq qilib, xushxo'yliq va bir xil yumoristik chiroyini Shuhratga tikib, uning oldiga qarab, ko'zlaridan o't yong'inicha, "Biz bu yerga seni majburiy olib keldikmi? O'g'il bola turib, mushunchik jafoda qo'qsang, oltin o'rda kirgan vaqtingda ishtining qisib, oyog'ing tushib kelishim qarmasdan, olvosidan qo'rqib, bizni tashlab qechib ketadigan o'xshaysan sen. Turg'un mush atrofdan atrof boshlig'i. O'tir deganda turishimiz kerak. O'tir deganda o'tirishing kerak. U nima deysiz shu? Bo'lmaydi ekan, sen uyingga ketmay deb xom xiyol qilma. Sana beradigan suv va yoki bir parcha nonmi yo'q. Mush bitta ne yo'qolsa yo'qol. deganicha uni ittirib o'tdi. Atrofdagi boshqalarmi uningga qarab, "Ey, o'g'il bola bo'lgandan keyin to'liq zallalik qilmay, qismansang bo'lmadi deyma. Hammamiz Turg'unning so'zini anglab uning egishib keldik. Shunga hozirgacha bir talay ofat kuchirmadik. Elim yaxshi Turg'un bo'lib qopti ekan. Bo'lmagan bo'lsa bu chaqqicha allaqachon olvosning yemiga aylanib bo'lgan bo'lardik biz. Sen to'liq ustidan qo'sqim ochdi degani bahona qilib, bizning o'tirimizga so'g'oqchilik sanma. ularning so'zi tugamasdilla Turg'un udillab yerib Shuhratga, Bilma, xaritik siyoh to'kayotgan odammisan. Lekin
sening nemish bunda qilganligingni faqatli tushunamadim. Acaba sen bizni mushqumliqni o'ttirsida hayotidan ayrilsin deb o'ylamsan? dedi. Turg'unning so'zlari tugishi bilan Vali Shuhratning yoqasidan oldi. Bu haram tamaq. Asli bu xaridni buzib etgan sen degina. Biz bu yerga o'ynaga keldikmi? Nima uchun xaridga buzg'unchilik qilsa? Sen zada nimaga erishmoqchi? Hammamizni o'ldirsang, ondan rozi bo'lamsan? dedi. Shuhrat bo'lsa pushaymon ichida. Mana nima amal? Men cho'qim shunday qilmasam bo'lmaydi. Buni sen bilmaysan. Men shunday qilishga majbur bo'lib qoldim. Rostla majbur bo'lib qoldim. Atrofdagilar uning so'zlaridan hayron bo'lishdi va buning zodi qandoq ish ekanligini bilish uchun undan ko'chilab so'rashga boshladi. Sen nimaga majbur bo'lib qolding? Kim seni majbur qildi? Bu zoti nima uchun? Nima uchun? Xaridga nima ishga buzg'unchilik qilsa? Shuhrat boshlarini qamollab turgan qo'llarini beshidan tortib ularga qarab sirlik ovozda: Chunki biz xaridni izlab ma'g'an yo'limizda ma'g'an noma'lum bir narsa akishib, men bilan tang keldi. Buni sizlarga aytishdan qo'rqdim. Chunki sizlarga aytsam, balkim sizlarga bir xatar yetib qolishi mumkin. Shu kuni tun nisbida u men yotgan uyga kirib keldi. Ham mening yirik xaridni buzib o'tishimni bo'lmaydi ekan. Mening barliq avlodlarimni qurtitadiganligini aytib, menga tahdid soldi. Mendan nima amal? Men shunday qilishga majbur bo'lib qoldim. Shundaqdimi bu xaridining yo'l tuzilishini yana bir parcha varaqqa yesib oldi. Hem turg'unning bilmagan fursatidan foydalanib, yinimdagi ilib yengayotgan siyahni bu xaridining naq oltin o'rda tutishadigan yerga siyahni to'kib, xaridini buzib etdim. Xaridini buzilishidan keyin olvastimi nazarni boshqa yoqqa yo'tkazib bo'lgan. Men undaq chaplashib olmas bo'ldi. Deganicha yig'lashga boshladi. Meseleге yüz gelenmeyme. Beni kepçir oğlan. Men rastında sizlarga yüz gelenmeyme. Atrofdagi boshqalarning yuragi azroq eridi bo'lg'ay, Turg'un uning do'lisiga urib: Ishqis yo'q birodar. Seni to'g'ri tushunamas. Qani, menga aytqina, xotirlab olgan xarid qani. U sumkasining kichik yonchiqidan bir parcha varaqchani chiqarib Turg'unga tangladi. Turg'un xaridini ko'rgandan keyin yuragi ozroq bo'sumuchayiga tushib, eg'ir birni tingandan keyin ondan boshqalarga aniq anglatib turib: Bundan keyin hech qaysimizdan bir-birimizdan har qanday ishlarni yo'shirishimizga ham noma'lum ishlarga qiziqishimizga ruxsat yo'q. Oltin o'rda kirib chiqqandan keyingi mush vaqtlar ichida qanday bir noma'lum masalalar uchirsa yoki noma'lum bir shay oldinlarga yo'liqqanda cho'qim menga aytishinglar kerak. Qaysinglar mendan ish yo'shirdi ekansizlar. U oqibatga o'zinglar ega. Bildinglarmi? Deganicha Shuhratni yo'lab, Shuhrat bergan yo'l xaritasi bo'yicha Oltin O'rda tarafga qarab mengishga boshladi. Ular mana endilikda oldi tarafda to'limi bahaybat nur chechib turgan, qad ko'tarib turgan oltindan yasalgan sepil o'rdani ko'rdi. Bu o'rda noma'lum bir xil yiziqlar bilan qoplangan bo'lib, o'rda o'ttirsida alayda ko'zga jeliqib turadigan bir belgi bor edi. Bu belgi boshqa bir belgi emas, dal oldingi qitim ular uchrashgan olvastining bo'ynidagi belgi shu edi. Bu belgida zoda qandoq bir sir borligini atrofdagi hammasiga noma'lum edi. Ular Oltin O'rdaning atrofidagi xatlarni o'qish uchun tirishgan bo'lsa-mu, ammo bu xil yiziqni azaldan ko'rib boqmaganligi uchun tengirqab qilishyotdi. Faqat ba'zi bir xuddi yovvoyi odamlarning yiziqiga o'xshash daraxt, gul, hayvonotlarning rasmlarini azroq bo'lsa-mu tushunchaga erishyotdi. Ular ko'rgan Oltin O'rdaning ustidagi rasmlar bo'lsa, kishi qo'lida silg'inida o'chib, ondan yana tuyuqsizlik paydo bo'ladi. Har qitim paydo bo'lgan bu rasmlarning rangi har xil tusda o'zgaradi. Xuddi hozirgi yuqori fan texnikining ta'sirida yasab chiqilgan san'at buyumidekla kishining aqlini lol qiladi. Bu tamning ustidagi rasmlar bo'lsa, lahal yoqutlardan yasalgan bo'lib, har chaqnag'inida ko'zlarni ermash-chermash qilib etadi. Ular tamga qarab, bir haza angvaqandan keyin Vali chaqchaq aralash: Og'inlar, ishga kirib jonni qiynab yurguncha bo'ldi. Mush Oltin O'rdaning bir atimini cho'play kesak bo'ladigan-ku. Qaranglar.
Marasimning ustidagi yaqutlarni opirib sotsaqmi, xeyli pulga yorug'idekchimi? Mahallamizdagi qattiq boylardan bo'lib qolamiz dexe. dedi.